Vaydan 2 xonali 3 xonaliga o'zgartirilgan kvartira sotuvga chiqmoqda. Lokatsiya juda ham yaxshi. Shundoqqina yo'l bo'yida g'ishtlik domda mashina qo'yishga joylari ham mavjud. Xonasini ko'rishingiz mumkin. Qarang, chiroylikkina holatda, shundoqqina kirib yashashga tayyor, ortiqcha rasvot yo'q. Remontlari yaxshi holatda turibdi. Bu tomonda 6 metrli verandani yarmini bu xonaga qo'shib yuborishgan. Romlar, akfaromlarda eng qizig'i isitish tizimi mavjud. Konditsioner o'rnatilgan. Uyda konditsioner bilan oshxona jihozı qoldirilmoqda. Tashqaridan kirish, xo'shka qismlari, bu tomonda oshxonani o'rnini xona qilib yuborishgan. Narigi tomonda esa o'tganimizdek oshxona qilib qo'yishgan bu tarafda. Ortiqcha katta rasvot yo'q, shundoq kirib jihozlab yashashga tayyor holatda. To'g'rida umumiy sanuzel joylashgan, kafel qilingan, Ariston o'rnatilgan. Isitish tizimi mavjud uyda. Bu tomonda ikkinchi xonasini ko'rish mumkin, yotoqxona. G'ishtlik domda joylashgan. Narxi esa $26,900. Albatta kam bor, qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bizga obuna bo'linglar. Sizlarga bundan ham zo'rlarini davom etamiz.